Nihoyat Gollivud bir necha yillik inqirozdan so'ng yaxshi tomonga harakatlana boshladi. Sababi bu yil avvalgilarga qaraganda ancha shov-shuvli bo'ladi. Mashhur franšizalarning davomlari, sevimli klassikalarning yangi qismlari va afsonaviy rejissyorlar ham qaytmoqda. Bu yil Quentin Tarantino David Fincher bilan yangi sarguzashtlarni taqdim etishadi. Qariya Ridley Scott yangi ilmiy fantastika bilan hayratlantirishga tayyor. Hatto Steven Spielberg o'zga sayyoraliklar haqida yangi va jiddiy film namoyish etadi. Christopher Nolan esa sayyoramizdagi eng qadimiy dostonni o'z nuqtai nazaridan ko'rsatishga tayyor. Salom berdik qadrli do'stlar, sizlar bilan Farzid Kray va yangi 2016-yilga xush kelibsiz. So'nggi paytda ko'rayotgan bo'lsangiz, ko'pchilik 2026-yilni yangi 2016-yil deyapti. Bu qanchalar rost bilmadim, lekin ko'p narsalar qaytarilyapti. Kino sanoati esa xuddi 2016-yildagi kabi barokatli bo'lishi aniq. Bu yil kino industriyasida misli ko'rilmagan film va seriallar chiqishi kutilmoqda. Bunaqasi so'nggi bor 2019-2018-yillarda bo'lgan. Bu yil Tom Cruise o'zining belkuragi bilan yangi obrazda qaytadi. Asoskorlar Doomsday chiqadi. Yangi O'rgimchak odam, Yulduzlar jangi, Denis Villeneuve'dan Dune 3 va Christopher Nolan'dan Odyssey filmlari chiqadi va bu hammasi emas. Bemalol o'rnashib oling va choyni tayyorlang. Bu videoda 2026-yilning eng kutilayotgan top 20 ta filmi haqida gaplashamiz. 2016-yilning ikkinchi mavsumiga xush kelibsiz. O'tgan yil rejissyori Danny Boyle mashhur 28 kundan so'ng filmining davomi bo'lgan 28 yildan so'ng filmini suratga olgan edi. Yozgi premyera kassada o'rtacha natija ko'rsatdi. Endi rejissyor Neyer Dakastoy filmning ikkinchi qismini suratga oldi. Film premyerasi allaqachon bo'lib o'tdi. Reytinglari juda yaxshi. Film birinchi qism voqealarni davom ettiradi va post-apokaliptik dunyoda aslida kim xavfliroq ekanligini ko'rsatadi, odamlarmi yoki zombilar. Храм костей. 22 yanvar kuni yangi fantastik jangari film chiqdi. Film rejissyori Timur Bekmambetov, bosh rollarda Arnold Schwarzenegger, Chris Pratt va Rebecca Ferguson. Syujet juda qiziqarli. Yaqin kelajakda, ya'ni 2029-yilda detektiv Chris Raven o'z rafiqasini o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olinadi. Endi 90 daqiqa ichida sun'iy intellektga o'z aybsizligini isbotlashi kerak. Agar isbotlay olmasa, uni o'lim kutadi. Ko'rinishidan popkornli filmga o'xshayapti. Lekin tanqidchilar va tomoshabinlar fikri qarama-qarshi. Xullas, o'zingiz ko'rib baho bering. Sevishganlar kuni arafasida navbatdagi romantik film dunyo yuzini ko'rdi. Shimoliy tepaliklar bu Emily Brontening romani bo'lib, u ingliz adabiyotidagi eng buyuk asarlardan biri hisoblanadi. Syujet Heathcliff atrofida aylanadi. Aaron Shaw oilasining o'gay o'g'li, u uy egasi qizi Ketringa oshiq bo'lib qoladi. Keyin esa o'sha muammolar boshlanadi. Ijtimoiy tengsizlik, shaxsiy travmalar, shuhratparastlik, rashk va azob-uqubatlar. Lekin kartina juda chiroyli ko'rinyapti. Premyera 11 fevralda bo'lib o'tdi. Поцелуй меня, и да разверзнется ад. O'tgan yilning eng yaxshi filmlaridan biri Frankenstein bo'lgan bo'lsa, bu yil uning rafiqasi kinoteatrlarga kelishga tayyor. Film Gyllenhaallar oilasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Film rejissyori Maggie Gyllenhaal. Filmda uning ukasi Jack Gyllenhaal o'ynagan. Bosh rollarda esa Jesse Buckley va Christian Bale. Film voqealar 30-yillarda Chicagoda bo'lib o'tadi. Frankenstein doktordan unga umr yo'ldosh topib berishini iltimos qiladi. Birgalikda ular o'ldirilgan qizni tiriltirishadi, lekin ular kutgandagi bo'lib chiqmaydi. Negadir bu film Joker 2ni eslatib yuboryapti. Ikki sevishgan ta'qiblardan qochishadi, raqsga tushadi va ularni shu ko'yga solganlarni jazolashadi. Xullas, tomosha qilamiz. Premyera 6-martda. Жизнь здесь, и исходит она от чудовищ! Да!
Biz sevgan Pixar bu yil ikkita loyihani tayyorlayapti. Ulardan biri Sakrovchilar. Nomidan biroz g'alati, lekin multfilm o'zi juda ajoyib. Olimlar inson ongini haqiqiydek ko'rinishdagi robot tanasiga yuborishni o'ylab topishadi. Hayvonlarni sevuvchi Mabel bu qurilma orqali Bobberning tanasiga kirib oladi va yovvoyi tabiatga yo'l oladi. Hayvonlar haqidagi multfilmlarni 1000 marta ko'rgan bo'lsak ham, ko'rinishidan bu multfilm ham qiziqarliga o'xshayapti. Premyerani kutamiz. Premyera 6-martda. Нельзя использовать прыжок сознания для вмешательства в природу. Men addushi hurmat qiladigan aktyorlarimdan biri Ryan Gosling bu yil astronavt bo'lmoqchi va yana yolg'iz. Film Annie Weirning shu nomdagi romaniga asoslangan. Maktab o'qituvchisi Rayland Grace kosmik kemada uyg'onadi. U hech narsani eslay olmaydi. Asta-sekin u insoniyatni qutqaradigan missiyada yolg'iz ekanligini tushunadi. Проедемте с нами. Солнце умирает. Premyera 29-martda. Ryan Gosling uchun albatta tomosha qilamiz. Приближается объект. Господи. Rejissyor Antuna Fakua Michael Jackson oilasi bilan Michael haqidagi biografik dramani suratga oldi. Pop musiqa sonasining o'limiga ham 15 yildan oshdi. Shunday ekan u haqida muxlislarga nimadir taqdim etish kerak. Bosh rolni Michaelning jiyani Jafar Jackson o'ynadi. Albatta u Michaelga umuman o'xshamaydi, lekin tana harakati va ovozi juda o'xshash. Shuning uchun uni olishgan. Filmni orziqib kutayapman to'g'risi. Premyera 24-aprelda. Roppa-rosa 20 yil o'tgach, David Frankel o'sha tannos xonimlarni yana birlashtirdi. O'z vaqtida bu film moda olami haqidagi intrigalarga boy madaniy hodisa bo'lgan edi. Kassada ham katta natijalarga erishgan. Ijodkorlar yana o'sha muvaffaqiyatni takrorlashga qaror qilishdi. Sequel ustida birinchi qismdagi barcha ijodkorlar ishlagan. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci va yangilardan Kenneth Branagh va ehtimol Lady Gaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Miranda Priestly hanuz modalar olamida kuchli figura, ammo bosma jurnal sanoati inqirozda. U boshqaradigan Runway jurnali reklama daromadlari va raqamli platformalar bosimi ostida qoladi. Uning sobiq yordamchisi Emily Charlton u raqobatlashadigan nashriyotga rahbarlik qiladi. Miranda aynan Emilyga muhtoj bo'lib qoladi. Rollarda qisman teskari aylanish bor. Xullas, yulduzli tarkibdan umidim katta. Premyera 1-mayda. Really? Where was I? Nihoyat bahorda uzoq kutilgan Mortal Kombat 2 chiqadi. Film aslida oktyabrda chiqishi kerak edi, lekin ba'zi sabablarga ko'ra film bir necha bor ko'chirildi. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, bu safar qahramonlar 2 karra ko'p bo'ladi. Janglar ham birinchi filmga qaraganda masshtabliroq bo'lishi aytilyapti. Bu safar bosh qahramon omadsiz aktyor Johnny Cage bo'ladi. Film haqida ortiqcha gapirib o'tirishning keragi yo'q. Filmning treyler tahlilini qilganman. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Premyera 8-mayda. Bahor oxirida Yulduzlar jangi spin-offi bo'lgan Mandalorlik va Grogu filmi chiqadi. Bu film Skywalker sagasidan 7 yil o'tgach chiqayotgan birinchi film. Syujet kichkintoy Grogu va Din Djaringa bag'ishlangan bo'ladi. Filmga Jon Favreau rejissyorlik qilgan. Sizni bilmadim-u, men uzoq galaktikalardagi sarguzashtlarni sog'indim. Premyera 22-mayda. Ko'pchilik uchun yaxshi yangilik bo'lishi mumkin. Bir paytlar Gollivudda filmining muvaffaqiyatidan keyin Quentin Tarantino jimgina Cliff Booth sarguzashtlarga bag'ishlangan ssenariy yozgan. O'sha Bruce Lee'ni jangda yenggan kaskadyor. Ismim Cliff. Dalton dublyeraman.
Agar kimdir bilmasa, bir paytlar Gollivudda filmidan keyin Tarantino shu nomdagi o'zining birinchi kitobini yozdi va kitobda Cliff Booth yaxshiroq yoritilgan. Undan tashqari Tarantino o'zi aytgan, Cliff mening eng yaxshi ko'rgan qahramonim. Shunday qilib, roman uning yangi film ustida ishlashga ilhomlantirdi. Faqat bitta lekini bor. Bu safar Tarantino filmni yolg'iz suratga olmaydi. U rejissyorlik qilish uchun mashhur David Fincherni chaqirgan. U esa Brad Pitt bilan bir nechta shedevrlarni suratga olgan. Jang klubi 7 va Benjamin Buttonning g'aroyib hayoti. Shunday ekan, bu afsonalarning uzoq yildan keyin birlashishi. Syujet hali hamon sirligicha saqlanmoqda. Faqat bir narsa aniq, film voqealari bir paytda Gollivudda filmidan 8 yil o'tgach sodir bo'ladi. Ssenariyni Quentin Tarantino yozgan. Rejissyor David Fincher, bosh rolda Brad Pitt. Shuning o'ziyoq shubhalarsiz filmni kutish kerakligini bildiradi. Boshqalarni bilmadim-u, ular yaxshi narsa olishiga ishonaman. Premyera yozda Netflixda bo'lib o'tadi. Think you're real funny, huh? I'm a little funny. Yoz boshida nihoyat haqiqiy kino qaytadi. Steven Spielberg o'zining yangi o'zga sayyoraliklar haqidagi filmini taqdim etadi. Aftidan Spielberg film atrofida sirli muhit yaratmoqchi. Syujet bo'yicha Emily Blunt ijrosidagi yangiliklar boshlovchisi butun dunyoga muhim sirni aytmoqchi bo'lganida birdan kelgindilar tilida gapira boshlaydi. Aftidan qariya Steven bu safar noodatiy yangicha narsa tayyorlagani aniq. Sababi film ohangi shundan darak beryapti. Nima ham deymiz, premyerani kutamiz. Premyera 12-iyunda. Shuningdek, bu yil o'yinchoqlar tarixi 5 chiqadi. Judy, Jesse va Buzz Lightyear yangi xavf bilan duch kelishadi. Lilliput ismli planshet. U 8 yoshli Bonnie'ning sevimli o'yinchog'iga aylangan. Menga multfilmning mavzusi yoqdi, sababi hozir butun dunyoda bolalar deyarli o'yinchoq o'ynamay qo'ydi. Bolalar kecha-yu kunduz telefon va planshetlardan boshini ko'tarishmaydi. Bu esa jiddiy xavf. Multfilmni intiqlik bilan kutaman. Premyera 19-iyunda. It's good to see them fighting again. It sure is. Bu yil James Gunn yangi DC olamini kengaytirishda davom etadi va ikkita loyiha taqdim etadi. Ulardan biri Supergirl. Syujet bo'yicha Kara Zol-El nihoyat 23 yoshga to'ldi va endi o'zi xohlagandek ko'ngilxushlik qilishi mumkin. U galaktikalar aro sayohat qiladi, lekin to'satdan bitta ishgalga aralashib qoladi. Va u yog'ini o'zingiz yaxshi bilasiz. Filmdan kutayotgan yagona narsam bu Jason Momoani Lobo obrazida ko'rish. Kutamiz, premyera 26-iyunda. U hammada yaxshilikni ko'radi. Men esa aslini. Yoz o'rtasida Disney navbatdagi kinoadaptatsiya bilan hammani xursand qiladi. Bu safargi jonli film Moana. O'sha 10 yil oldin kutilmagan kassalarni urgan va hammaning qalbidan joy olgan multfilm. Bosh rollarni Catherine Lagaya va Dwayne Johnson o'ynaydi. Qiziqarlisi, Mauga multfilmda ham Dwaynening o'zi ovoz bergan. Endi filmda ham uni gavdalantiradi. Xullas, ko'p gapirmaymiz, shunchaki kutamiz. Premyera 10-iyulda. Bu yilning eng asosiy filmi shubhalarsiz Christopher Nolanning Odisseya filmi. Nolan o'z karyerasining pik davrida birdan klassikaga yuzlanib, Gomerning mashhur Odisseya dastonini ekranlashtirishga qaror qildi. Film to'lagicha IMAX kamerasida suratga olindi va aftidan film barcha ma'nolarda epik bo'ladi. Kasting ham juda ajoyib. Matt Damon Odisseya rolida, Tom Holland o'g'li rolida, Anne Hathaway esa xotini rolida. Undan tashqari loyihaga boshqa yulduzlar ham qo'shilgan. Charlize Theron, Robert Pattinson, Zendaya va boshqalar. Film Itaga qiroli Shoh Odissey haqida hikoya qiladi. Troya urushidan keyin Odissey qolgan askarlari bilan uyga qaytishga harakat qiladi, lekin bu yo'lda ular juda ko'p to'siqlarga duch kelishadi. Siklop
Sikloplar, sirenlar, kalipso, Poseidon va boshqa ko'plab mavjudotlar ularning yo'liga to'g'anoq bo'lishadi. Odyssey esa bu shafqatsiz sinovlardan o'tishi kerak. Allaqachon birinchi teaser taqdim etildi va u yerda bir nechta detallar ko'rsatildi. Lekin ko'pchilik filmdagi mana bu shilemni tanqid qilyapti. U allaqachon memga aylanib ulgurdi. Hamma narsani tushunish mumkin, lekin qadimgi Yunon askarida karbonli shilem bunaqasi umuman bo'lmagan. Biroq Nolanning o'zi aytganidek, film mifologik jangari bo'ladi. Qadimiy narsalarga kim ahamiyat beradi? Xullas, filmni kutamiz. Premyera 17-iyulda. Bu yil Marvel studiyasi faqat ikkita film chiqaradi. Ulardan biri O'rgimchak odam, Yangi kun. Tom Holland oradan 5 yil o'tgach yana o'rgimchak kostyumini kiyadi. So'nggi film oxirida hamma Peter Parkerni unutgan va u oddiy hayotga qaytgan edi. Endi uning dushmanlari intergalaktik yovuzlar emas, oddiy ko'cha bezorilari. Filmda yana Marko Ruffalo Hulk rolida chiqadi, Jon Berntal jazolovchi rolida va Sadie Sink noma'lum obrazda namoyon bo'ladi. Film sirligicha qolmoqda. Haligacha treyler ham taqdim etilmadi. Premyera 31-iyulda. Bu yil kuzda qariya Tom Cruise kinoteatrlarga qaytadi. Yana kimsan kavlovchi rolida. Komediya film Digger yoki Kavlovchi rejissyor Alexandra Gonzales Iñárritu tomonidan suratga olingan. Bu o'sha Bobble, Birdman va Tirik qolgan filmlarni suratga olgan rejissyor. Lekin so'nggi yillarda u qayergadir yo'q bo'lib qolgandi. Mana u qaytdi. Film Digger Rockville haqida hikoya qiladi. U butun dunyoni o'zi uyushtirgan halokatdan qutqarishi kerak bo'ladi. Tom Cruisening ishtirokida bu biroz hazilomuz eshitilyapti. Chunki dunyoni qutqarishda Tomga teng keladigan odam topilmasa kerak. Rejissyorning ta'kidlashicha, film aql bovar qilmas darajada kulgili. Nima ham deymiz, kutamiz, lekin juda ko'p kutish kerak. Premyera 29-oktyabrda. Lionsgate studiyasi ham bu yil o'z muxlislarini xursand qiladi va Susan Collins romanining yangi ekranizatsiyasini taqdim etadi. Franshiza butun dunyo bo'ylab 3 milliarddan ziyod foyda keltirdi. Shunday ekan uni davom ettirishadi. Film voqealari asosiy voqealardan 24 yil oldin sodir bo'ladi. Actionli kadrlarga qaraganda yaxshi blockbuster chiqadi. Premyera 20-noyabrda. Я думаю, эти игры будут особенными. Dekabrda katta portlash yuz beradi. 18-dekabrda bu yilning eng kutilayotgan ikkita filmi premyera qilinadi. Haftadan Disney Warner bilan raqobatlashishga qaror qildi. Xuddi Barbie Gamer kabi. O'z vaqtida Barbie va Open Gamer qarama-qarshiligi studiyaga yaxshigina soqqa keltirgan. Wednesday bilan ancha yaxshi bo'lishi aniq. Asoskorlar kino ixlosmandlarining bu yil eng kutayotgan filmi. Fantastik to'rtlik, X odamlar, Thor va Steve. Xullas, asoskorlar 5 ta qaytmaydigan odamning o'zi qolmadi. Dune 3ga keladigan bo'lsak, Denis Villeneuve sagani yakunlaydi. Film Frank Gerbertning Dune Mesa kitobiga asoslangan bo'ladi va ikkinchi qismdan 12 yil o'tgach sodir bo'ladi. Hali katta anonslar bo'lgani yo'q, lekin kutamiz. Do'stlar, bu hammasi deb o'ylasangiz qattiq adashasiz. Bu ro'yxatga kirmagan hali ko'plab filmlar bor. Ular to'g'risida boshqa videolarda gaplashamiz. Xo'sh, siz bu yil qaysi filmni ko'proq kutayapsiz? Buni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Bu yil aql bovar qilmas darajada zo'r bo'lishi aniq. 2026-yilga xush kelibsiz.